Ya, hormaylar. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglar. Akalar, bugun bir akamni olib keldim. Jigarim desam bo'ladi. Og'ir kunimda ham yonimda turib bergan akam mana shu bo'ladi, Shuhrat aka. Odam xijolat bo'ldi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Men ko'chada turib tura qolay-ya. Yo'q, qanaqa gap. Hammasi o'zimiznikilar. Noqulay bo'ldi-da. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, oqibatimiz uzilmasin. Tilla odam bu, tilla odam Shuhrat aka. Aka, choydan oling. Shuhrat akam 94midi aka? 94-yillardachi shu bankrot bo'lganimda ham 31da yo 24midi? 24 edi. 24larni sotib, meni bankrotlikdan olib chiqib ketgan odam mana shu bo'ladi. Endi meni o'rnimda boshqa odam bo'lganda ham shu ish qilardi. Qamalib qolganimda ham akam, shundaqangi bir qadrdon jigarim qilmaydigan yaxshilik qilganda, uyini sotib meni olib chiqib kelgan qamoqdan. Xijolat qilmasangiz-chi odamni. Endi burchimizda. Kamtarlikni qarang. Ya, bor gapni aytish kerak-da. Bor gapni aytolmaydi. Mana osh keldi. Ya, osham keldi. Malades. Ya, oshmisan, osh. Qo'l bola osh, olinglar. Qani olingchi, olingchi qani. Qani aka boshlaymiz. Rahmonrohim. Hormaylar akalar. O'tiribsizlarmi? JQBdan Jahongirov Eldor. Siz biza bilan yurishingiz kerak. Menmi? Sattorov Shuhrat sizmisiz? Men emas. Men bu. Unda siz biz bilan mahkamaga borishingiz kerak. Siz deyishyapti-yu. Turing. Oshso'miz. Qilg'ili qilgandan keyin javob berish kerak-da. Yayev, olib chiqing. Oshga qaranglar. Osh sovumasin? Xudoga soldim garatchi. Kulib qo'ydim. Kulib qo'ydim, bola.